Assalomu alaykum, rahmatulloh azizlar. Barchaga xayrli kech. Salomatmisizlar? Hozir sizlar bilan ko'p xatni ko'paytuvchilarga ajratish hamda qisqa ko'paytirish formulalari, mavzulari bilan batafsil tanishamiz o'quvchilar. Demak, boshladik. Bu mavzuni o'rganishlaringiz uchun iloji boricha maydalab, yaxshilab tushuntirishga harakat qilaman o'quvchilar. Yaxshilab sizlarga ham tinglab o'tirishimiz kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Keyin yana bir narsani maslahat beraman. Har bitta yozgan misol masalamni o'zim yetishimdan avvalroq birorta bir chernovikka yoki bir daftarga o'zlaringiz mustaqil yechib borsangizlar anchagina manfaatli bo'ladi. Hop, boshladik. O'zi ko'p xatni ko'paytuvchilarga ajratish nima bo'ladi? Undan avval o'quvchilar, ya'ni ko'p xatni ko'paytuvchilarga ajratish mavzusini birin-ketin o'rganadigan bo'lsak, bizda birinchi bo'lib chiqadigan ma'lumot, ya'ni qaysidir ma'noda mavzu aynan umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish mavzusi bo'ladi. Xo'p, umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish bu nima degan o'quvchilar? Avvalambor, xo'sh, ko'p xatni ko'paytuvchilarga ajratish tushunchasi haqida bitta batafsil aytib o'taman, ya'ni qisqagina. Ko'p xatni ko'paytuvchilarga ajratish o'quvchilar, ko'p xatni ikkita yoki bir nechta ko'p xatlar ko'paytmasi shaklida ifodalash hisoblanadi. Umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish bo'lsa, bu haqida endi gaplashamiz. Boshladik. Misol uchun o'quvchilar, 5 ko'paytirilgan 7 qo'shilgan 7 ko'paytirilgan 3. Hozir bizada 4 ta ko'paytuvchi bor. Xo'sh, birinchi bo'lib, mana bu 5 kara 7 da ikkita ko'paytuvchimiz bor. 5 hamda 7 degan ko'paytuvchilar bor. Hamda 7 kara 3 da bizada 7 hamda 3 degan ko'paytuvchilarimiz bor o'quvchilar. Xo'sh, e'tibor beramiz. Bu ikkita ko'paytuvchimizda umumiysi nima? Ya'ni har ikkalasida bor. Albatta necha bo'ladi? 7 bo'ladi. Aynan mana shu 7 hozir bizlar uchun o'quvchilar umumiy ko'paytuvchi hisoblanadi. 7 ni men qavsdan tashqariga olib chiqdim degan nima degani? 7 ni o'quvchilar qavsdan tashqariga olib chiqqan paytimizda har bitta bir xatni, ya'ni ko'p xatni tashkil qiluvchi har bitta bir xatni biz aynan ushbu umumiy ko'paytuvchiga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun 5 kara 7 dan men 7 ni olib chiqsam, menda 5 o'zi qoladi. Qo'shilgan 7 kara 3 dan 7 ni olib chiqsam, menda 3 qoladi. Demak, men ana shu 5 kara 7 qo'shilgan 7 kara 3 ifodamizni 7 ko'paytirilgan 5 plus 3 deb yozib bilaman o'quvchilar. Buni o'zi nima bo'ladi? 7 ko'paytirilgan 8 ga teng bo'ladi. Xo'sh, bu boshqacha ko'rinishda bo'lishi ham mumkin. Misol uchun deylik, 12 qo'shilgan 15. Xo'sh, hozir 12 qo'shilgan 15 ifodadan umumiy ko'paytuvchini biz qanaqa olib chiqamiz? O'zi umumiy ko'paytuvchi o'quvchilar bir xat, ya'ni ko'p xatni tashkil qilgan bir xatlarning har biriga bo'linadigan son bo'ladi. Hozir o'ylab ko'raylik. Ham 12 ga, ham 15 ga bo'linadigan son nechi? 3. Demak, men 3 ni olib chiqsam bo'ladi. 3 qavsini tashqariga olib chiqsam, birinchi bo'lib 12 ni 3 ga bo'lsam, menda necha qoladi? 4 qoladi. 4 yozaman. Qo'shilgan. Xo'sh, 15 3 ga bo'lsam necha bo'ladi? Menda 5 bo'ladi o'quvchilar. 5 yozaman. Demak, biz 12 qo'shilgan 15 ni 3 kara 4 plus 5 deb yozsak bo'ladi. Bu 3 kara 9 ga teng bo'ladi. Mana umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish ko'p xatni tashkil qilgan har bitta bir xatga bo'linadigan sonni qavsdan tashqariga olib chiqish hisoblanadi. Biz bundan avval qavslarni ochish mavzusi haqida gaplashganmiz, to'g'rimi? Qaysidir ma'noda endi shuni teskasini qilyapmiz. Endi bu narsa faqatgina nimalarda bo'lmaydi, ya'ni sonlarda bo'lmaydi. Biz bundan bu yog'iga ko'proq harfli ifodalar bilan ishlaymiz o'quvchilar. Misol uchun bizga ifoda berilgan bo'lsin, a kara b plus a ko'paytirilgan c. Xo'sh, mana shu ifodadan deydi, umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqaring deb aytadi. Xo'sh, nima qilishimiz kerak aynan ushbu vaziyatda? E'tibor beramiz, bizda birinchi bir xatimizda a kara b, ya'ni qaysi ko'paytuvchilar bor? A hamda b degan ko'paytuvchilarimiz bor o'quvchilar. Ikkinchi bir xatimizda bo'lsa a hamda c degan ko'paytuvchilarimiz bor. Xo'sh, ikkalasida umumiysi qaysi o'quvchilar? Albatta a. Demak, a ni men qavsdan tashqariga olib chiqa olaman. Demak, bizda birinchisida b qoladi, plus ikkinchisida c qoladi. Demak, mana biz hozir ayni paytda umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqargan hisoblanamiz. Shu minus bo'lsa, misol uchun a ko'paytirilgan b minus a ko'paytirilgan c bo'lganida edi, nima qilar edik? Agar bunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa,
Biz har ikkala qo'shiluvchidan a ni o'zini olib chiqamiz. Birinchisida b ni o'zi qoladi, minus keyingisida nima qoladi? C qoladi o'quvchilar. Demak, a ko'paytirilgan b minus c ga teng bo'ladi o'quvchilar. Yaxshi, ana endi birozgina murakkablashtiramiz. Misol uchun AB qo'shilgan AC minus AD. Mana shu ifodadan umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga olib chiqing deb shart qo'ydi deylik. Xo'sh, nima qilamiz? E'tibor beramiz, har uchala bir xatimizda umumiy ko'paytuvchi bu a. Ya'ni umumiy ko'paytuvchi nima desa o'quvchilar? Umumiy ko'paytuvchi har bitta bir xat bo'linadigan birorta bir son. Hozir AB ham, AC ham, AD ham qaysi songa bo'linadi? A ga bo'linadi. Ani olib chiqaman o'quvchilar. Birinchisida b qoladi, plus keyingisida c, uchinchisida minus d qoladi. O'quvchilar, men o'tgan safar aytgandim, bu AD emas. Bu minus AD. Oldida turgan ishorasi bilan birgalikda aytishimiz kerak. Biz minus AD dan, ya'ni minus AD ni a ga bo'ladigan bo'lsak, bizda d emas o'quvchilar, minus d qoladi. Tushunarlimi? Yaxshi, keyingisi. Misol uchun 6 ta AB qo'shilgan 3 ta B deylik minus 12 ta BC. Mana shu ifodamizdan umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga olib chiqishimiz kerak. Nima qilamiz? Birinchi o'rinda ushbu ko'p xatimizdan tashkil qilgan bir xatning koeffitsentlariga e'tibor beraman. 6, 3 hamda 12. 6, 3 hamda 12 sonlari har uchalasi ham o'quvchilar 3 ga bo'linadi. Demak, men 3 ni olib chiqsam bo'ladi. 3 olib chiqsam, birinchisida 2 ta AB qoladi. Xo'sh, ustoz, 2 AB qayerdan keldi degan savol tug'ilishi mumkin shu yerda. 2 AB o'quvchilar, mana 6 AB ni, mana 6 AB ni aynan 3 ga bo'lganimda hosil bo'ladigan son. Men ushbu ko'p xatimdan 3 ni qavsdan tashqariga olib chiqyapmanmi? Demak, bu yerda aynan 3 ga bo'lib yuborishim kerak bo'ladi. Plus keyingisida 3b ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda b hosil bo'ladi. Minus 12 ta bc ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 4 ta bc hosil bo'ladi o'quvchilar. Ana endi e'tibor beramiz. 2ab plus b minus 4bc ning o'zida ham yana bitta umumiy ko'paytuvchimiz bor. Ya'ni har uchala bir xat bo'linadigan birorta son bor. Bu b soni bo'ladi. B ni ham olib chiqaman. 3b bo'ladi tashqarida. Ichkarida 2ab ni b ga bo'lsam 2a hosil bo'ladi. Plus b ni b ga bo'lsam 1. Minus 4 BC ni B ga bo'ladigan bo'lsak 4 C qoladi o'quvchilar. Demak, bizda ifodamizdan umumiy holatda birdaniga 3 B ni olib chiqsak ham bo'lar edi, ammo sizlar yaxshiroq tushunishlaringiz uchun ham shunaqa maydalab yozdim o'quvchilar. Misol uchun AB minus B. O'quvchilar, mana shu yerdan B ni olib chiqsam, yozib ayni paytda B bor, to'g'rimi? B ni olib chiqsam, birinchisida a qoladi, minus keyingisida 1 qoladi. Ya'ni AB ni B ga bo'lsam a bo'ladi, minus B ni o'quvchilar, adashimiz B ni emas, minus B ni B ga bo'ladigan bo'lsak, bizda minus 1 bo'ladi. Deylik o'quvchilar, men shundan B ni emas, minus B ni olib chiqmoqchi bo'lsam, nima hosil bo'ladi? AB ni minus B ga bo'lsam o'quvchilar, minus a qoladi. Minus B ni minus B ga bo'lsak, plus 1 qoladi. Tushunarlimi? Ya'ni olib chiqayotgan sonimizning ishorasi ham bunda juda ham muhim ahamiyatga ega. Bu narsani jiddiy e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi o'quvchilar. Yaxshi, keyingisi. Deylik, sal murakkablashtiramiz yanada. 5 ko'paytirilgan a plus b deylik minus x ko'paytirilgan a plus b. Mana shu ifodamizda umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga olib chiqing degan shart berilgan bo'lsa, nima qilamiz? Avvalambor umumiy ko'paytuvchi, ya'ni ko'p xatni tashkil qilgani, har bitta bir xat bo'linadigan umumiy ko'paytuvchini topib olishimiz kerak bo'ladi. Bu son ayni paytda a plus b o'quvchilar. A plus b ni qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsam, birinchi ifodamizda, ya'ni 5 ko'paytirilgan a plus b da bizda 5 o'zi qoladi o'quvchilar. Minus keyingisida endi. Bu x ko'paytirilgan a plus b emas bu. Bu minus x ko'paytirilgan a plus b. Demak, minus x ko'paytirilgan a plus b ni a plus b ga bo'ladigan bo'lsak, bizda minus x hosil bo'ladi o'quvchilar. Tushunarlimi? Ya'ni biz hozir ayni paytda umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqardik hamda ko'paytuvchilarga ajratdik desak ham bo'ladi. Ya'ni avvaliga bu ayirma edi, bu ko'paytmaga aylandi. Yuqoridagi misollarimiz ham shunaqa. Misol uchun mana bu yulduzcha qo'ygan misolimni inobatga olinglar.
Hozir yig'inda ham qatnashgan, ayirma ham qatnashgan. Lekin biz ushbu ifodamizni ko'paytma ko'rinishda yozdik. Ya'ni ikkita ko'p xatning yoki undan ko'p bo'lgan ko'p xatlarning ko'paytmasi shaklida yozish edi aslida. Aynan shunaqa ko'rinishda yozdik o'quvchilar. Keyingisi. Xo'sh, misol uchun 3x ko'paytirilgan a minus 2b qo'shilgan 5y ko'paytirilgan a minus 2b. Deylik, yana bir murakkablashtiramiz. Plus 2 ko'paytirilgan a minus 2b bo'lsin. Ushbu ifodamizni umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarib, ko'paytuvchilarga ajrating degan shart berilgan bo'lsin. Avvalambor boya aytdim, umumiy ko'paytuvchi nima? O'shani topib olishimiz kerak. Ilg'aganimizdek, ushbu ifodamizda umumiy ko'paytuvchi o'quvchilar a minus 2b bo'lib turibdi. Demak, birinchi ifodamizda 3x ko'paytirilgan a minus 2b dan a minus 2b ni olib chiqsam, ya'ni aynan a minus 2b ga bo'lib yuborsam, menda 3x qoladi. Keyingisida plus mana plus 5y ko'paytirilgan a minus 2b dan a minus 2b ni olib chiqadigan bo'lsam o'quvchilar, bizada 5y qoladi. Plus 2 ko'paytirilgan a minus 2b dan a minus 2b ni olib chiqsak, ya'ni aynan a minus 2b ga bo'lsak, bizada 2 qoladi. Mana ifodamizni ko'paytuvchilarga ajratdik. Ya'ni ko'paytuvchilarga ajratishning o'quvchilar o'zi asl mohiyati umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga olib chiqish o'zi. Ya'ni umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga olib chiqqan holatda ifoda ko'paytuvchilarga ajratiladi. Ya'ni ko'paytuvchilarga ajratish ifodamizni ko'paytma ko'rinishida yozish bo'ladi o'zi. Yaxshi, bu ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ana endi ishora ta'sir qiladiganlardan ham ko'raylik. Misol uchun a minus 3 ko'paytirilgan x minus 3 minus a ko'paytirilgan y. Mana shu ifodamizni yechamiz. Ya'ni ko'paytuvchilarga ajratamiz. Bizada e'tibor beramiz. Misol uchun x bilan y bular turli sonlar. Lekin a minus 3 bilan 3 minus a bular qarama-qarshi sonlar. Shu yerda eslatib o'taman, qarama-qarshi sonlar faqatgina ishorasi bilan farq qiladigan sonlar hisoblanadi. Xo'sh, avvalambor umumiy ko'paytuvchini hosil qilaman bu yerda. Hosil qilmasdan birdan ishlab ketsak ham bo'laveradi o'zi aslida, lekin osonroq qilib o'rgataman, qaranglar. A minus 3 ko'paytirilgan x. Ana endi mana bu ikkinchi ifodamizni men boshqacha qilaman, qaranglar. Mana bu a minus 3 ifodasi bor-ku, mana 3 minus a ifodasi. Mana shu 3 minus a ifodasidan men qavsdan tashqariga minus 1 ni olib chiqaman. Ya'ni umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga olib chiqish nima edi? O'sha songa bo'lib yuborish edi, to'g'rimi? Aynan minus 1 ga bo'lib men tashqariga chiqaraman. Hozir minus 1 ham tashqariga chiqsa, tashqaridagi mana bu minus ishoram plus bo'lib qoladi. Qaranglar, 3 ni minus 1 ga bo'lsam, minus 3 hosil bo'ladi. Minus a ni minus 1 ga bo'lsam, plus a hosil bo'ladi. Ko'paytirilgan y. Endi ko'rinishliroq qilib yozadigan bo'lsam, shuni a minus 3 ko'paytirilgan x qo'shilgan minus 3 plus a ni man a minus 3 deb yozsam bo'ladi. A minus 3 ko'paytirilgan y barobar. Ana endi har ikkalasida umumiy ko'paytuvchi o'quvchilar a minus 3 ga teng. A minus 3 ni qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, bizada x plus y qoladi. Demak, ushbu ifodamizni ko'paytuvchilarga ajratsak o'quvchilar, a minus 3 ko'paytirilgan x plus y holatga kelar ekan o'quvchilar. Yaxshi, yana ishlaymiz. Yaxshiroq tushunarli bo'lishi uchun. Misol uchun a ko'paytirilgan m plus n plus b ko'paytirilgan m plus n. Mana shu ifodamizni ko'paytuvchilarga ajratishimiz kerak. Ya'ni umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga olib chiqqan holatda ifodamizni ko'paytuvchilarga ajratishimiz kerak. E'tibor beradigan bo'lsak, bizning ifodamizda umumiy ko'paytuvchi m plus n o'quvchilar. Ana endi m plus n ni qavsdan tashqariga olib chiqaman. Ya'ni ifodamda qatnashgan har bitta bir xatni m plus n degan ko'paytuvchiga bo'lib chiqaman. Agar m plus n dan m plus n ni olib chiqadigan bo'lsak, a qoladi, plus keyingisida b qoladi. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'sh, davom ettiramiz o'quvchilar. Keyingisi. Xo'sh, a ko'paytirilgan b minus 5 minus b minus 5. Mana shunaqa ifodalarimizda ko'pchilik birozgina tushunishi qiyinlashadi. Xo'sh. Hozir ushbu ifodamizda b minus 5 ko'paytuvchisi umumiy ko'paytuvchi vazifasini bajaryapti. b minus 5 olib chiqaman.
Xo'sh, birinchisida ab bo'lishini hamma ilg'adi. To'g'rimi? Ya'ni birinchi marta o'rganayotgan o'quvchi ham ilg'ab oladi bu narsani. Ya'ni bizani birinchi ifodamizda aynan a degan ko'paytuvchi qoladi. Ikkinchisida nima qoladi degan savolga javob beramiz. Aynan shu yerda umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga olib chiqishning o'zi asl ma'nosi nimaligini tushungan o'quvchigina yaxshi o'rganadi. Qaranglar. Umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga olib chiqayotganda ko'p xatda qatnashgan har bitta bir xatni o'quvchilar o'sha olib chiqayotgan sonimizga bo'lamiz. Hozir b-5 ni b-5 ga bo'lsak necha qoladi? 1 qoladi. Demak -1. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman o'quvchilar. Xo'sh, keyingisiga o'tamiz. Xo'sh, b ko'paytirilgan a + 5 - c ko'paytirilgan a + 5. Xo'sh, bunda nima qiladi? Bunda o'quvchilar ikkalasida e'tibor beramiz. Umumiy ko'paytuvchi bu a + 5. a + 5 ni umumiy ko'paytuvchi sifatida qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, birinchi ifodamizda bizda b qoladi, ikkinchisida -c qoladi o'quvchilar. Tushunarli? Yaxshi. Keyingisi. Deylik, c ko'paytirilgan a - b qo'shilgan b ko'paytirilgan b - a barobar. Xo'sh, e'tibor beramiz. Ikkalasida misol uchun b bilan c bular o'zidan bir-biriga turli sonlarda, ya'ni bular bir xillik joyi yo'q. Lekin a - b bilan b - a da farq, ya'ni bir-biriga aloqasi bor. Sababi bular o'zaro qarama-qarshi sonlar, ya'ni faqatgina ishorasi bilan farq qiladigan sonlar hisoblanadi o'quvchilar. Xo'p, birinchi bo'lib ikkalasini bir xil qilib olaman. C ko'paytirilgan a - b. Endi qaranglar, mana bu ichkaridan b - adan -1 olib chiqaman. -1 olib chiqsam, tashqariga chiqqan -1 tashqaridagi +b ga ko'payadi-da, bu -b bo'lib qoladi. b ni -1 ga bo'lsam -b hisoblanadi. A -a ni -1 ga bo'lsam +a qoladi. Endi tartiblab yozaman buni. C ko'paytirilgan a - b -b ko'paytirilgan a - b hisoblanadi. Ana endi e'tibor beramiz, bizda umumiy ko'paytuvchi bu o'quvchilar a - b. A - b ni qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, bizda birinchi ifodamizda c qoladi, ikkinchi ifodamizda -b qoladi. Demak o'quvchilar, ushbu ifodamizni ko'paytuvchidan ajratsak, xuddi shunaqa holat yuz berar ekan o'quvchilar. Yaxshi. Keyingisi. Endi o'quvchilar, ko'paytuvchilarga ajratishning guruhlash usuli bor. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun, a ko'paytirilgani b + c + b + c. Xuddi shunaqa holatda bo'lsa nima qilamiz? Avvalambor, mana bu b + c ni men alohida guruhlab olaman o'quvchilar. A ko'paytirilgani b + c plus men buni qamus ishlab b + c deb yozib bilaman bemalol. Ana endi ushbu ifodamizdan boya o'rganganimizdek, b + c degan umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, bizda birinchisida a qoladi, plus ikkinchisida 1 qoladi. Ya'ni b + c ni b + c ga bo'lsam 1 qoladi-da. Tushunarli? Yaxshi. Misol uchun shuni birozgina murakkablashtiramiz. Ya'ni guruhlash usulida o'quvchilar umumiy ko'paytuvchini o'zimiz hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bor bo'lgan ifodalardan o'zimiz hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Mana bunda hozir bu yerda 3 ta had bor-da. Birinchisi a ko'paytirilgan b - c, ikkinchisi -b, uchinchisi c. Lekin har uchalasini ishlatib biz hozir ko'paytuvchiga ajratishimiz kerak. Qanaqa bo'ladi? Xo'sh, a ko'paytirilgan b - c. Ana endi mana bu ifodamizdan men -1 olib chiqaman. -1. -1 olib chiqsam, boshladim. Mana bu -b ni, mana -b ni men -1 ga bo'lsam nima qoladi? +b qoladi. Ya'ni +b ni men bemalol b deb bilaman. Keyingisi, mana bu +c ni bo'lsa o'quvchilar, -1 ga bo'lsam -c qoladi. Tushunarli? Endi har ikkalasida umumiy ko'paytuvchi necha? Barakalla, har ikkalasida o'quvchilar umumiy ko'paytuvchi bu b - c. Ana endi b - c ni qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, birinchi ifodamizda o'quvchilar a qoladi, keyingisida -1 qoladi. Demak, mana ushbu ifodamizni ko'paytuvchiga ajratadigan bo'lsak, b - c ko'paytirilgan a - 1 holatiga kelar ekan o'quvchilar. Yaxshi. Ana endi keyingisiga o'tamiz o'quvchilar. Misol uchun salgina murakkabroq berilgan bo'lsin.
m ko'paytirilgan 3x minus y plus 3 ta nx minus ny. Endi o'quvchilar, bu ifoda birozgina murakkablashgani, ya'ni hozirgacha ko'rganlarimizdan murakkablashgani hamda aynan guruhlash usuliga to'g'ri keladi bu. Boshladik. Birinchisi m ko'paytirilgan bu 3x minus y, to'g'rimi? Endi ikkinchi ifodamizga e'tibor beramiz. Bu yerda avvalambor umumiy ko'paytuvchi nima? Umumiy ko'paytuvchi o'quvchilar bu n. Xo'sh, n, n. Plus n ni olib chiqaman. Endi mana shu yerda e'tibor beramiz. Hozir meni minus n ni emas o'quvchilar, men plus n ni olib chiqdim. Xo'sh, plus n ni olib chiqayotgan bo'lsam, plus 3nx ni n ga bo'lsam, o'quvchilar menda 3x qoladi. Ana endi minus ny ni, ya'ni mana buni men n ni olib chiqsam, ya'ni bu degan n ga bo'lsam degani nima qoladi? Minus y qoladi o'quvchilar. Ana endi bu ifodamizda umumiy ko'paytuvchi nechi? 3x minus y. Demak, 3x minus y olib chiqadigan bo'lsam o'quvchilar, birinchisida m qoladi, plus keyingisida n qoladi. Tushunarli? Yaxshi. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Ana endi yana bitta yaxshirog'idan ko'radigan bo'lsak, yaxshi bo'lardi. Misol uchun ikkita am plus 2 an minus 3 bm minus 3 bn ifodamizni ko'paytirishga ajratishimiz kerak. Bu misolimiz ham aynan guruhlash usuliga to'g'ri keladi o'quvchilar. Xo'p, qanaqa guruhlanadi? Misol uchun hozir men birinchi ikkita ifodamda umumiy ko'paytiruvchi o'quvchilar bu 2a. 2a ni olib chiqaman. 2a ni olib chiqsam, birinchisida m qoladi, plus keyingisida n qoladi. Endi mana bu 3-chi hamda 4-chi ifodalarimizda umumiy ko'paytiruvchi o'quvchilar bu 3b. Lekin men olib chiqqan paytimda 3b ni emas, balkim minus 3b ni olib chiqaman. Aynan m plus n hosil bo'lishligi uchun ham shunaqa qilaman. Xo'sh, minus 3b ni olib chiqadigan bo'lsak, bizning birinchi ifodamizda, ya'ni mana bu minus 3bm ni 3b ga bo'lsa, menda m qoladi. Hamda minus 3bn ni 3b ga bo'lsa, menda plus n qoladi o'quvchilar. Chalg'imaymiz, chunki men aytganimdek minus 3b ni olib chiqdim. Ana endi har ikkalasidan o'quvchilar umumiy ko'paytuvchi sifatida m plus n ni olib chiqsak bo'ladi. m plus n. m plus n ni qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak o'quvchilar, birinchi ifodamizda 2a qoladi, minus ikkinchi ifodamizda minus 3b qoladi. Yaxshi. Xo'sh, o'zi umumiy holatda aytadigan bo'lsak, ko'pxatni aynan guruhlash usulidan foydalanib, ko'paytuvchilarga ajratish uchun o'quvchilar ko'pxatning xatlarini ular ko'pxat shaklidagi umumiy ko'paytuvchilarga ega bo'ladigan qilib guruhlarga ajratiladi. Qaytaraman, ko'pxatning har bitta xatlarini ular ko'pxat shaklidagi umumiy ko'paytuvchilarga ega bo'ladigan qilib nima qilar ekan? Guruhlarga ajratilar ekan. Undan keyin o'quvchilar umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga olib chiqib, ko'paytuvchilarga ajratilaveradi. Yaxshi, yana ko'ramiz. Misol uchun x qo'shilgan 3a ko'paytirilgan x plus y plus y. Xo'p, boshladim. Guruhlaganda nima qilaman? Men mana buni birinchi bo'lib yozib olaman. Ya'ni 3a ko'paytirilgan x plus y hamda mana bu x ni aynan y oldiga yozaman. Plus x plus y. Xo'sh, nima bo'ladi? X plus y o'qishda men guruhlab olsam bo'ladi. Ana endi ikkita ifodamda, ya'ni ikkita xadimda umumiy xad, ya'ni umumiy ko'paytuvchi bu x plus y. X plus y ni qavsdan tashqariga olib chiqaman. Birinchisida 3a qoladi, ikkinchisida plus 1 qoladi o'quvchilar. Mana ifodamiz ko'paytuvchilarga ajratildi o'quvchilar. Yaxshi, umumiy holatda ko'paytuvchilarga ajratish, guruhlash usuli yordamida ko'paytuvchilarga ajratish haqida tushuncha hosil bo'ldi. Ana endi to'g'ri, ko'paytuvchilarga ajratish bo'yicha murakkab masalalar ham bor, yo'q emas. Lekin ularni yechish uchun o'quvchilar bizada qisqa ko'paytirish formulalari juda muhim o'rin tutadi. Ana endi hozir sizlar bilan biz qisqa ko'paytirish formulalarini ko'rib chiqamiz. Ular 7 ta, ya'ni eng asosiylari 7 ta, hamda biz har biri haqida batafsil gaplashib chiqamiz. Boshladik.
Birinchisining nomi o'quvchilar yig'indining kvadrati deb nomlanadi. Yig'indining kvadrati nima? Yig'indining kvadrati o'quvchilar mana a plus b ning qavs kvadrati degani. Ya'ni a bitta had, b bitta had. Ikkita hadning, demak, yig'indisining kvadrati degani. Xo'p, bu nimaga teng bo'ladi? O'quvchilar, biz hozir isbotlaymiz buni formulasini. Biror sonning kvadrati, misol uchun a kvadratni biz nima deganmiz? A ko'paytirilgan a deb olganmiz, to'g'rimi? Bu qoida sifatida bir eslatma bo'lib ketdi. Endi a plus b ning kvadrati degani bu a plus b ko'paytirilgan a plus b degani o'quvchilar. Ana endi ikkita ko'p hadni bir-biriga ko'paytiraman. Boshladik. A ni a ga ko'paytiraman. A kvadrat hosil bo'ladi plus a ni b ga ko'paytiraman, ab bo'ladi. Keyingisi b ni a ga ko'paytiraman. Plus ba bo'ladi, plus men b ni b ga ko'paytirsam nima bo'ladi? B kvadrat hosil bo'ladi. Xo'sh, boshladim. Ixchamlashtiraman, a kvadrat. AB ga BA ni qo'shsam plus 2ta AB hosil bo'ladi, plus B kvadrat. Demak, bizda o'quvchilar A plus B ning qavs kvadrati ifodamiz A kvadrat plus 2ta AB plus B kvadrat holatida ochilar ekan. Ya'ni bu yig'indining kvadrati. Demak, ikki sonning yig'indisining kvadrati o'quvchilar birinchi sonning kvadrati, ikkinchi sonning kvadrati hamda ikkala sonning ko'paytmasining ikkilanganining yig'indisiga teng bo'ladi. Qaytaraman. Yig'indining kvadrati, ya'ni ikkita sonning yig'indisining kvadrati, mana ko'rganingizdek, birinchi sonning kvadrati plus ikkita sonning ko'paytmasining ikkilangani hamda plus ikkinchi sonning ko'paytmasiga teng bo'ladi o'quvchilar. Bu demak yig'indining kvadrati formulasi. Ana endi bunga doir misol ko'ramiz o'quvchilar. Misol uchun n plus n ning qavs kvadrati. Qorada yozaveraylik. n plus n ning qavs kvadrati. Hozir ayni paytda o'quvchilar bizning birinchi qo'shiluvchimiz aynan m. Ya'ni birinchi sonimiz, ikkinchisi n. Demak, yuqoridagi qoidaga ko'ra m ning kvadrati plus 2 karra mn plus n kvadrat bo'ladi. Ya'ni birinchi sonning kvadrati ikkala sonning ko'paytmasining ikkilangani hamda ikkinchi sonning kvadrat yig'indisiga teng. Shuni sal boshqacha son bo'lsa, misol uchun deylik, koeffitsient bo'lsa, 2m plus n ning qavs kvadrati bo'lsa nima qilamiz? Bu yerda o'quvchilar har bitta sonning o'rnida aynan qaysi had kelayotganligini yaxshi tushunishimiz kerak. Bu yerda a ni o'rnida 2m keldi plus b ni o'rnida n keldi. Demak, bu 2m ning qavs kvadrati bo'ladi. Shu yerda o'quvchilar xato qilishi mumkin bo'lgan xatoni ham aytib ketaman. Ya'ni 95% holatda o'quvchilar shu narsada xato qiladi. Mana buni 2m ning kvadrati deb ketadi. Bu xato narsa. Bu demak xato narsa. 2m ning kvadrati plus demak 2 ko'paytirilgan birinchi qo'shiluvchi demak 2m ko'paytirish keyingisi n. Plus keyingisini kvadrati, ya'ni n ning kvadrati. Soddalashtiradigan bo'lsak 4m kvadrat plus 4ta mn plus n kvadrat bo'ladi o'quvchilar. Xo'sh, ana endi yanada birozgina murakkablashtiramiz. Ikkinchisiga ham koeffitsient beraman. Misol uchun deylik 2a plus 3n ning qavs kvadrati bo'lsin. Xo'sh, o'quvchilar ayni paytda a ni o'rnida 2a keldi hamda b ni o'rnida 3n keldi. Birinchisining kvadrati, ya'ni 2a ning qavs kvadrati bo'ladi o'quvchilar. Mana shuni yaxshilab maydalab tushuntiraman, qaranglar. 2a ko'k bo'lsin, bu qizil bo'lsin. Boshladim. Birinchi bo'lib ko'klik kvadrati, ya'ni 2a ning qavs kvadrati. Plus 2 ko'paytirilgan birinchisi, ya'ni 2a. Ko'paytirish hamda endi ikkinchisi 3n. Ana endi plus ikkinchisini kvadrati. Qaysini? 3n ning kvadrati bo'ladi. Mana. Mana ranglarda ko'radigan bo'lsangizlar ham bir-biridan ajralib turibdi mana. 2a ning kvadrati biz o'rganganmiz bu narsani 4a kvadratni beradi. Plus 2 karra 2 4, 4 karra 3 12. 12an bo'ladi plus 3n kvadrati 9n kvadrat bo'ladi o'quvchilar. Yaxshi.
Demak, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi o'quvchilar ayirmani kvadratiga o'tamiz. Ayirmani kvadrati nima? Ayirmani kvadrati a minus b ning qavs kvadrati degani. Ya'ni ikkita sonning ayirmasining kvadrati nazarda tutiladi o'quvchilar bunda. Xo'sh, yaxshi. Ana endi davom ettiraman. A minus b ning kvadrati degani o'quvchilar a minus b ko'paytirilgan a minus b degani. Boshladim. A ni a ga ko'paytirsam a kvadrat bo'ladi. A ni o'quvchilar biz minus b ga ko'paytiramiz. B ga emas. Minus b ga ko'paytirsam minus ab bo'ladi. Endi minus b ni a ga ko'paytirsam minus ba bo'ladi. Minus b ni mana minus b ga ko'paytirsam menda nima bo'ladi? Plus b kvadrat bo'ladi. Barobar a kvadrat minus ab minus ba bu minus 2 ab ni beradi. Plus b kvadrat hosil bo'ladi. Demak, bizda o'quvchilar a minus b ning qavs kvadrati barobar a kvadrat minus 2ab plus b kvadratga teng bo'ladi. Buni yaxshilab o'rganishimiz zarur o'quvchilar. Bu demak asosiy ikkinchi formulamiz. Mana bu yuqoridagi bu bizning birinchi formulamiz edi. Xo'sh, ana endi bunga misol ko'ramiz. Misol uchun deylik, x minus 2 ni kvadrati bo'lsin. Birinchi sonimiz bu x, ya'ni a ni o'rniga kelayotgan son bu x, b ni o'rniga kelayotgan son bu 2. Birinchisining kvadrati, ya'ni x kvadrat minus 2 ko'paytirilgan x kara 2, ya'ni ikkita sonning ko'paytmasining ikkilangani hamda plus 3-sonning, ya'ni ikkinchi sonning kvadrati, 2 ning kvadrati. Bu x kvadrat plus minus 4x plus 2 ning kvadrati 4 ni beradi o'quvchilar. Ya'ni yuqoridagi formuladan buni farqi faqatgina o'rtadagi 2ab ning ishorasida tamom. Boshqa farq yo'q o'quvchilar bunda. Keyingisi, men o'quvchilarim yaxshiroq tushunishligi uchun nima qilaman? Misol uchun shunaqa vaziyatda oramizda hozir bu dars kuzatayotganlar orasida o'qituvchilarimiz ham bor. Ularga yaxshi bir variant, hozir buni bir marta o'rganib, lekin tushuna olmagan o'quvchi yaxshiroq o'rganib biladi. Lekin birinchi marta agar bu mavzu haqida tanishayotgan o'quvchi uchun buni yanada osonlashtirish kerak. Misol uchun deylik, mana uchburchak qo'shilgan aylananing qavs kvadrati deylik. Nima bo'ladi? Uchburchak kvadrati plus 2 ko'paytirilgan uchburchak kara aylana plus aylananing kvadrati. Mana oddiy bir qaysir ma'noda bir o'yinchoq bilan tushuntirishdek gapda bu. Endi o'rnak qo'yamiz, qaylar. Misol uchun shunga bitta misol ko'raylik. Deylik, 6a minus 4b ning qavs kvadrati. Boshladim, qaranglar. Uchburchagi o'rnida mana 6a keldi, aylanani o'rnida 4b keldi. Endi hozir bu yerda men plus qo'ydim-ku, shu minus qilaylik. Hozir biz faqat ayirma haqida gaplashyapmiz-ku, minus. Demak, boshladim. Uchburchak kvadrat 6a ning qavs kvadrati. Boya o'rgatdim, 6a kvadrat bo'lmaydi o'quvchilar. Bunaqa xato qilmanglar. 6a ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan birinchi son, ya'ni 6a ko'paytirish keyin ikkinchi son, ya'ni 4b. Plus ana endi ikkinchi sonimizning kvadrati hisoblanadi. Ya'ni 4b ning qavs kvadrati. Yana eslatib o'taman o'quvchilar, bu 4b ning kvadrati. Ya'ni mana bunaqa bo'lmaydi. Ya'ni 4b kvadrat deb yozib qo'ymanglar. Bu xato. Endi buni shunchaki qoldirmaymiz, buni soddalashtirishimiz kerak bo'ladi. 6a ning kvadrati bu 36a kvadrati beradi. Minus 2 kara 6 12, 12 kara 4 bu 48ab bo'ladi. Plus 4b ning kvadrati bu 16b kvadrat beradi. Mana soddalashtirib qo'ydik. Yaxshi, davom ettiraman. Keyingisi deylik kasrlik bo'lsin. X plus 3 qo'shilgan y taqsim 4. O'quvchilar kasrmi, boshqami, hammasida bu ishlaydi. Shu yig'inda bo'lsin. Boshladik. Birinchisining kvadrati x plus 3 ning qavs kvadrati bo'ladi. Plus 2 ko'paytirilgan birinchisi, ya'ni x taqsim 3 ko'paytirish keyin ikkinchisi y taqsim 4. Plus ikkinchisining kvadrati, ya'ni y taqsim 4 ning qavs kvadrati barobar birinchisining kvadrati o'quvchilar x kvadrat taqsim 9 beradi. Plus ikkinchisi 2 bilan 4 qisqartirsam 2, xy ko'paytirsam xy bo'ladi. Taqsim pastda 3 kara 2 6.
plus y taqsim 4 ning kvadrati y kvadrat taqsim 16 ni beradi o'quvchilar. Yaxshi. Bu ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, xursandman o'quvchilar. Ana endi bu formulalarimizni o'quvchilar, ya'ni bu formulalarimiz o'zidan bizdan yig'indining kubi hamda ayirmaning kubi formulalari ham kelib chiqadi. Ular qaysilar? Ular birinchisi mana bu. A plus B ning kubi. Bu nima bo'ladi o'quvchilar? Qaranglar. Diqqat bilan e'tibor beramiz. Juda bir muhim formulalarimizdan biri bu. A plus B ning kubini o'quvchilar, men A plus B ko'paytirilgan A plus B ning qavs kvadrati desam bo'ladi, to'g'rimi? Boshladik. A plus B ko'paytirilgan A plus B ning kvadratini A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat deb yozib olgan edik. Yuqorida buni o'rgandik yaxshilab. Endi mana A plus B ni unga ko'paytiraman. A ni A kvadratga ko'paytirsam A ni kubi bo'ladi. A ni 2AB ga ko'paytirsam manda plus 2A kvadrat B bo'ladi. A ni B kvadratga ko'paytirsam A B kvadrat bo'ladi. Plus. Endi B ni A kvadratga ko'paytiraman. Manda plus B A kvadrat hosil bo'ladi. Plus B ni 2AB ga ko'paytiraman. Manda nima hosil bo'ladi? Plus 2AB kvadrat hosil bo'ladi. Plus endi oxirgisi mana shu B ni B kvadratga ko'paytiraman. Plus B kub bo'ladi. Soddalashtiraman. Xo'sh, A ni kubi 2 qaranglar, 2A kvadrat B ga xo'sh, B A kvadrat qo'shsam bizda plus 3A kvadrat B hosil bo'ladi. Plus endi mana A B kvadratga 2AB kvadrat qo'shsam bunda ham 3AB kvadrat hosil bo'ladi. Plus B ni kubi. Demak, xulosa kelib chiqadi. A plus B ni kubi o'quvchilar bizda teng bo'ladi nimaga? A ni kubi qo'shilgan 3A kvadrat B plus 3AB kvadrat plus B kubga. Ya'ni mana shu formulaga teng bo'ladi o'quvchilar. Xo'sh. Ana endi shunga doir misol ko'ramiz. Misol uchun 2 plus x ning kubi bo'lsin. Qaranglar, A ni o'rnida 2 keldi. B ni o'rnida x keldi o'quvchilar. O'rniga 1 ni keltirib bilan qo'yaman. 2 ni kubi plus 3 ko'paytirilgan 2 ni kvadrati kara x plus 3 ko'paytirilgan 2 kara x kvadrati plus x kubi bo'ladi. Har bittasini o'quvchilar birinchi o'rinda o'rniga qo'yib chiqishimiz kerak. O'rniga qo'yib, ya'ni to'g'ri o'rniga qo'yib chiqib bilsangiz bo'ldi. U muammo bo'lmaydi keyin. Ba'zilar shoshib kallamda hisoblayman deydi-da, hisoblaydi-da, qayerdadir xato qilib ketadi. Yo'q, bu yaxshi emas. Yaxshilab birinchi bo'lib yozsangizlar, tushunish ham oson bo'ladi, miyada ham yaxshi qoladi. Soddalashtiramiz endi. 2 ni kubi 8 plus xo'p, 2 ni kvadrati 4, 4 kara 3 12, 12x plus 6x kvadrat plus x kubi bo'ladi o'quvchilar. Yaxshi, keyingisiga o'tamiz. Misol uchun deylik, xo'sh, 2m plus 3x ning kvadrati bo'lsin. Kubi bo'lsin. Bunda nima bo'ladi? Boshladik. Yuqorida mana bu o'rgangan formulamiz bor-ku mana. Shunga ko'ra har birini bitta joyiga qo'yib chiqamiz. Boshladik. 2m ning kubi, men aytaman, shu yerda har safar o'quvchilarimga aytaman, bu 2m kub emas. Bu 2m kub emas. Bu xato hisoblanadi. Bu 2m ning kubi, ya'ni birgalikda kub. Plus 3 ko'paytirilgan 2m ning kvadrati kara 3x plus 3 ko'paytirilgan 2m kara ikkinchisining kvadrati bo'ladi endi. Ya'ni 3x ning kvadrati bo'ladi. Plus keyingisi 3x ning kubi oxirida barobar 2m ning kubi 8m kub bo'ladi. Plus bu 12 kara 3 ham, demak xullas 36 bo'ladimi? 36m kvadrat x bo'ladi plus 3 kara 2 6, 6 kara 9. 54 m x kvadrat bo'ladi.
Plus keyingisi 3x ning kubi bu 27x kub bo'ladi o'quvchilar. Mana ochib chiqildi. Xo'sh, endi shu manfiy bo'lsa-chi? Ya'ni minus b bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni a minus b ning kubi bo'lsa nima bo'ladi? Savolga javob beramiz. Men buni a minus b ko'paytirilgan a minus b ning qavs kvadrati deb olaman. Demak bu a minus b ko'paytirilgan a kvadrat minus 2 ab plus b kvadratni beradi. Barobar. Xo'sh. Konsener yoqamiz. Xo'p, ana endi birma-bir ko'paytirib chiqaman. A ni a kvadratga ko'paytirsam, a ni kubi bo'ladi. Xo'sh, minus mana a ni minus 2ab ga ko'paytirsam, minus 2a kvadrat b bo'ladi. Plus keyingisi ab kvadrat, keyingisi minus b a kvadrat, keyingisi plus 2ab kvadrat hamda minus b kub bo'lib qolar ekan. Soddalashtiraman endi. A ni kubi bu yolg'iz. Minus 2a kvadrat b, keyin bu yerda minus b a kvadrat bor. Demak, buni men minus 3a kvadrat b deb olaman. Keyingisi ab kvadratga 2ab kvadrat qo'shsam plus 3 ab kvadrat hosil bo'ladi hamda eng oxirgisi minus b kub. Demak, bizada keyingi formulamiz a minus b ning kubi, ya'ni ayirmaning kubi. Bizada a ni kubi minus 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat minus b ni kubiga teng bo'ladi. Yaxshi. Bunga doir misol ko'ramiz o'quvchilar. Misol uchun deylik 2 minus t ning kubi bo'lsin. A ni o'rnida 2 keldi, b ni o'rnida t keldi. Demak, 2 ni kubi minus 3 ko'paytirilgan 2 ni kvadrati kara t plus 3 ko'paytirilgan 2 kara t ni kvadrati minus t ni kubi barobar 2 ni kubi 8 minus 12 ta t plus 6 ta t kvadrat minus t ni kubi bo'ladi o'quvchilar. Xullas, hammayli bitta yana savol ko'raylik bunga doir. Yaxshiroq eslasak qolish uchun, misol uchun, xo'sh, deylik x minus 3m ning kubi. Demak, bunda birinchisining kubi hisoblanadi. X kub minus 3, ya'ni endi ishoramiz minus bo'ladi. Minus a kvadrat. X kvadrat kara 3m plus 3 ko'paytirilgan birinchisi, ya'ni x ko'paytirilgan ikkinchisining kvadrati, ya'ni 3m ning kvadrati bo'ladi. Minus 3m ning kubi bo'ladi oxirida. Barobar soddalashtirib chiqaman. X kubi minus 9x kvadrat m plus 3 kvadrati 9, 9 3 ga ko'paytirsam 27 bo'ladi. 27 xm kvadrat bo'ladi. Keyin oxirida minus 27m kub bo'ladi qo'shlar. Yuqoridagi misollari tushungan bo'lsangizlar, bu muammo emas, shunchaki ishora o'zgaryapti. E'tibor bersangizlar, bu a plus b ni kubi bilan farqi faqatgina 3a kvadrat b bilan b kubi oldidagi ishorasida. Ya'ni a plus b ni kubida bu hammasi plus bo'lib ketgan. Bu yerda a minus b ni kubida faqatgina 3a kvadrat b bilan b kubning oldidagi ishoralar manfiy xolos. Qolgani o'xshash. Ana endi o'quvchilar, keyingisiga o'tamiz. Ya'ni ko'p hadni aynan ko'paytuvchidan ajratishning boshqa bir usullarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni boshqa usullari ham bor bu yerda o'quvchilar. Birinchi misolimiz. Deylik a ni kubi minus a ni ko'paytuvchiga ajrating dedi. Bundan bu yog'iga o'quvchilar bizga yordam beradigan formulalardan, demak, asosiylari Xo'sh. To'xtang, nima bitta narsani aytmay ketdim. Hozir kerak bo'ladi bizga. Keyingisi o'quvchilar kvadratlar ayirmasi degan tushuncha bor. Ya'ni a kvadrat minus b kvadrat. Bu nimaga teng bo'ladi? A kvadrat minus b kvadrat o'quvchilar bu. Xo'p, bundan oldin bir ish qilaylik, qaranglar. A plus b ni a minus b ga ko'paytirdik. Xo'p, nimani beradi deb savol beraylik o'zimiz. Ya'ni ikki sonni yig'indisini, ikki sonni
ayirmasiga ko'paytiraylik. Yuqorida mana bu yerda ikki sonni demak yig'indisini kvadratga oshirdik, keyin ayirmasini kvadratga oshirdik. Endi pastda o'quvchilar bitta yig'indi, bitta ayirma olib ko'paytirib ko'raylik. Nima hodisa yuz beradi shuni ko'ramiz. A ni a ga ko'paytiraman, a kvadratni beradi. A ni minus b ga ko'paytirsam minus ab ni beradi. Keyin b ni a ga ko'paytirsam plus ba bo'ladi. Minus b kvadrat bo'ladi keyin. Bular qisqarib ketadi-da, bizda a kvadrat minus b kvadrat bo'ladi. Buni o'quvchilar kvadratlar ayirmasi deydi. Ya'ni a kvadrat minus b kvadrat o'quvchilar bu a plus b kara a minus b. Hamda bu formulamiz o'quvchilar ifodalarni ko'paytuvchilarga ajratishda juda ko'p ishlatiladigan, hamda umumiy holatda matematikada misol masalalar ishlashda ham ko'p ishlaydigan asosiy ko'paytuvchilarga ajratish formulasi bo'ladi. Xo'sh, bunga doir misol ko'radigan bo'lsak, misol uchun m plus n kara m minus n nimaga teng bo'ladi? Bu o'quvchilar m kvadrat minus n kvadratga teng bo'ladi. Yoki bizga deylik t kvadrat minus c kvadrat berilgan bo'lsa, biz buni t plus c, ya'ni bitta yig'indi hamda bitta ayirma ko'rinishda yozsak bo'ladi. Yoki 2m plus 3x ni ko'paytirilgan deylik 2m minus 3x ga. Bu nimani beradi? Bu 2m ning kvadrati, ya'ni birinchisining kvadrati minus ikkinchisining kvadrati, ya'ni 3x ning kvadrati. 2m kvadrati bu 4m kvadrati beradi, minus 3x ning kvadrati 9x kvadrati beradi. Keyingisi, misol uchun a plus b ning qavs kvadrati minus 16. Ko'paytuvchi yozishimiz kerak. Xo'sh, a plus b ning kvadrati minus 16 ni men 4 kvadrat desam bo'ladi. Yuqoridagi formulamizga ko'ra o'quvchilar, bizni demak a'imiz o'rnida ayni paytda a plus b keldi, b ni o'rnida 4 keldi. Demak, ikkitasining yig'indisi, ya'ni a plus b bilan 4 ning yig'indisi ko'paytirilgan a plus b bilan 4 ning ayirmasi bo'ladi. Tushunarli? Ana endi o'tsak bo'ladi. Ya'ni ko'p xatni ko'paytuvchilarga ajratishning boshqa usullari ham bor, o'shalar haqida tanishamiz. Deylik, a ko'p minus a ni ko'paytuvchiga ajrating dedi. Nima qilamiz? Ikkitasiga e'tibor beradigan bo'lsak, umumiy ko'paytuvchi a. Ani olib chiqaman. Birinchisida a kvadrat qoladi, keyingisida minus 1 qoladi. Barobar. Ana endi a ko'paytirilgan a kvadrat minus 1 ni men a kvadrat minus 1 o'zini 1 kvadrat deb olaman. A ko'paytirish mana bu a kvadrat minus 1 kvadrati bu yuqorida o'rgangan formulamizga tushadi. Bunga ko'ra bu a plus 1 ko'paytirilgan a plus 1, a minus 1 bo'lib qoladi. Mana ko'paytuvchi ajratildi. Keyingisi a kvadrat plus 1 ning qavs kvadrati minus 4a kvadrat. Savol berdi. Mana shu ifodani dedi ko'paytuvchiga ajrating dedi. Nima qilamiz? Qaranglar. Xo'sh, a kvadrat plus 1 ning qavs kvadrati minus mana bu 4a kvadratni o'quvchilar men 2a ning qavs kvadrat desam bo'ladi. Hozir ko'rib turgan ushbu ifodamiz ayni paytda kvadratlar ayirmasi formulasiga tushadi. To'g'rimi? A ni o'rnida a kvadrat plus 1 kelgan, b ni o'rnida o'quvchilar 2a kelgan. Demak, bunga ko'ra bu nimani beradi? Bu a kvadrat plus 1 plus 2a ni beradi. Ko'paytirilgan a kvadrat plus 1 minus 2a ni beradi. Barobar. Tartiblab yozaman. A kvadrat plus 2a plus 1 ko'paytirilgan a kvadrat minus 2a plus 1 barobar. Mana bu birinchi ifoda menda a plus 1 ning qavs kvadratini beradi. Yuqorida ko'rgan edik bu haqida. Ikkinchisi bu a minus 1 qavs kvadratini beradi. Demak, ifodamiz a plus 1 ning qavs kvadrati kara a minus 1 ning qavs kvadratini beradi o'quvchilar. Xo'sh, keyingisi. Savol bergan deylik. 4x kvadrat minus y kvadrat plus 4x plus 2y ifodani dedi. Ko'paytuvchiga ajrating dedi. Boshladim. 4x kvadrati men 2x kvadrat deb olaman. Minus y kvadrat plus 4x plus 2y dan 2 ni olib chiqaman. Bizda 2x plus y qoladi. Barobar. Ana endi mana bu 2x kvadrati minus y kvadratni men 2x plus y kara 2x minus y deb yozsam bo'ladi. Plus 2 ko'paytirilgan bu 2x plus y. Ana endi ushbu ikkita ifodamizda umumiy ko'paytuvchi o'quvchilar bizda 2x plus y ni beradi.
Buni olib chiqamiz. Birinchisida 2x minus y qoladi, ikkinchisida plus 2 qoladi. Mana ifodamiz o'quvchilar ko'paytiruvchiga ajratildi. Bu ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman o'quvchilar. Keyingi o'quvchilar kublar yig'indisi formulasi bor. Ya'ni a ni kubi plus b ni kubi. Mana shuni o'quvchilar ko'paytiruvchilarga ajratadigan bo'lsak, bizda bo'ladi a plus b ko'paytirilgan a kvadrat minus ab plus b kvadrat ifoda. Xo'sh. Ana endi bunga doir misollar ko'ramiz. Buni isbotini sekin-sekinlik bilan tushunib qilib olsangizlar bo'ladi. Hozir tushuntirishim birozgina bemavrid, ya'ni vaqtimiz. Xo'sh, boshladik. Misol uchun 2 ni kubi plus m ni kubi. Bu nimani beradi? Birinchi bo'lib ikkitasining yig'indisi, ya'ni 2 plus m bo'ladi. Endi birinchisining kvadrati 2 ni kvadrati minus ikkitasini ko'paytmas 2 kere m plus ikkinchisining kvadrati. Soddalashtiraman. 2 plus m ko'paytirilgan 2 ni kvadrati 4 minus 2m plus m kvadrati bo'ladi. Yaxshi. Yana misol ko'ramiz. Misol uchun deylik 27 qo'shilgan x kubi. Xo'sh, bu nima bo'ladi? 27 o'quvchilar bu 3 kubi degani plus x kubi. A kub plus b kub formulaga yaqqol tushadi o'quvchilar. A ni o'rnida 3 keldi, B ni o'rnida x keldi o'quvchilar. Demak, bunga ko'ra bu 3 plus x kare 3 kvadrati minus 3 kare x plus x kvadrat bo'ladi. Demak, bu 3 plus x kare 3 kvadrati 9 minus 3x plus x kvadrat bo'ladi o'quvchilar. Endi shuni ayirmasi bor, ya'ni kublar ayirmasi bor. Bu nima bo'ladi? Bu a kub minus b ni kubi o'quvchilar teng bo'ladi bizda a minus b ko'paytirilgan a kvadrat plus ab plus b kvadratga teng bo'ladi. Yuqorida o'rgangan formulamizdan farqi faqatgina birinchi qavsdagi minus hamda o'rtadagi birinchi ishoradan farqlanadi. Boshqa farqi yo'q o'quvchilar. Xo'sh, bunga doir misol ko'radigan bo'lsak, misol uchun x kub minus 8 ifodani dedi ko'paytiruvchiga ajrating dedi. Yuqorida aytgandim, ko'paytiruvchiga ajratishda qisqa ko'paytirish formulalari juda muhim rol o'ynaydi o'quvchilar. Demak, bunga ko'ra bu x kubi minus 8 bu 2 ni kubi degani. A kub minus b kubi tushadi. Demak, bu o'quvchilar x minus 2 x kvadrat plus x kare 2 plus 2 ni kvadrati hisoblanadi. Barobar x minus 2 kare x kvadrat plus 2x plus 4 bo'ladi o'quvchilar. Boshqa misol ko'ramiz. Misol uchun deylik. Xo'sh, deylik n ni kubi plus 64. Ko'paytiruvchi ajrating dedi. N ni kubi plus 64 man 4 kvadrat kubi desam bo'ladi o'quvchilar. A kub plus b kubga tushadi, ya'ni yuqoridagi formulaga tushadi u. Unga ko'ra n plus 4 ko'paytirilgan n kvadrat minus 4n plus nima bo'ladi? 4 kvadratni beradi. Soddalashtiradigan bo'lsam n plus 4 kare n kvadrat minus 4 ta n plus 16 ni beradi o'quvchilar. Yaxshi. O'quvchilar ko'p qatlarni, demak, ko'paytiruvchilarga ajratish hamda qisqa ko'paytirish formulalari haqida batafsil gaplashdik. Endi bu mavzuga doir misol masalalar o'zingiz mustaqil ishlaysizlar. Keyin Xudo xohlasa, sizlar bilan chiqmagan misollaringizni Xudo xohlasa o'zim ko'rib beraman o'quvchilar. Alloh ilmlarni ziyoda qilsin. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr o'quvchilar. Charchamanglar.